Jizzax viloyati Zardor tumani taraqqiyot mufida kooperatsiya tashkil qilinib, 30 ta yoshlarga auksiondan 50 sotikdan 15 hektar yer auksiondan olib berildi va piyoz ekildi. Piyozimiz hozirda sug'orishga narasga olinib, sug'orish holatiga keltirmoqda. Piyozimizda hozirda eng zamonaviy agrotexnik ishlari olib borilyapti. Tabiiy ozuqalar bilan oziqlantirib, yuqori hosil olish uchun hamma agrotexnik ishlari olib borib agronomlar jalb qilingan. Yoshlarimizning daromadini oshirish uchun hozirda loyiha qiymati 127 million tashkil qiladi. Hozirda bu 15 hektar piyozimizdan 570 tonna hosildorlik kutilmoqda. Bunda 1 gektar piyozga 2000 kilogrammi 2000 so'mdan bo'lganda 76 million daromad kutilmoqda. Bunda 8,5 million gektarga xarajat hisoblasak, 1 gektardan sof foyda 67,5 million kutmoqdamiz. Hozirda bu kooperatsiya yo'li bilan dehqon xo'jaliklarimiz yanada yerlarimizni kengaytirmoqchimiz. Bu yoshlarimiz yetishtirgan mahsulotni tog' meva, sabzavot, ichki yer egalari sotib oladi. Bu bilan yoshlarimizning daromadini oshirib, bandligini ta'minlaymiz.